Tabiiy go'zallik qanday o'lchanadi? Bugun shu mavzuda gaplashamiz. Tabiiy go'zallik deganda inson aralashuvsiz tabiiy holda ko'rinish degani hisoblanadi. Ya'ni biz yuzni o'zgartirmasligimiz bu tabiiy go'zallik hisoblanadi. Birinchi navbatda bizni go'zalligimizni bu qoshlar ifoda etadi. Qoshlar ingichka va bir xilda ko'ringan qoshlar bu tabiiylikdan belgi hisoblanmaydi. Tabiiy qoshlar biroz ikki xil ko'rinishga ega, tarqoq va qalinroq bo'ladi. Bu esa bizning qoshlarimiz tabiiyligini ifodalab beradi. Va yuz tuzilishi va yog' miqdori, ya'ni yuzlar qanchalik ozg'in ko'rinsagina bizning yuzimizga kamroq meykaplar kerak bo'ladi, ya'ni makiyajlar va yuzlarning chertalari aniq ko'ringani hisobiga yuzlarimiz juda ham chiroyli va tabiiy hisoblanadi. Yog'li yuzlar, ya'ni dumaloq yuzlarga esa ularni chertalarini, suyaklarini, muskul qismlarini ko'rsatish uchun ko'proq makiyaj kerak bo'ladi. Shuning uchun tabiiy chiroyli bo'lish uchun albatta yuzlarimizni ozg'inroq bo'lgani juda ham chiroyli bo'ladi. Va keyingisi esa suyak strukturasi, ya'ni yanoqlarimiz va jag' suyaklarimiz juda ham rivojlangan bo'lsa, bizga ko'p makiyaj kerak bo'lmaydi, chunki bizning yuzimizning chertalari aniq ifodalangan bo'ladi. Ideal proporsiyalar haqida gapiramiz, ya'ni ideal proporsiyalar. Bu proporsiyalar yuzlar keskin burilishlarsiz bo'ladi va bu o'rta va me'yordagi proporsiya hisoblanadi. Ya'ni bizning yuzimizda proporsiya har doim ikki xilroq bo'ladi, hammada asimetriya bo'ladi. Bu esa normal holat hisoblanadi. Teri mukammal, juda silliq va tarang bo'lsa, bu juda ham ideal ko'rinish bermaydi, ya'ni tabiiylikni keltirib chiqarmaydi. Qachonki terimizda biroz nuqsonlar, husnbuzarlar, ozgina dog'lar bo'lgandagina bizning yuzimiz juda ham tabiiy ko'rinadi va bu jozibaliroq ifoda etadi. Va lablar tabiiy ko'rinadigan lablar yorqin va juda ham katta bo'lishi shart emas. Qanchalar labimiz och va pushti rangda bo'lsa, shunchalik tabiiy va juda ham jozibakor ko'rinadi. Ko'zlar, ya'ni tabiiy ko'zlar juda yorqin bo'yalmagan va juda ham katta bo'lishi shart emas. Bunday ko'zlar juda yorqin ko'rinadi, tabiiylikni keltirib chiqarmaydi. Tabiiy ko'zlarimiz esa kattaroq ochilgan va juda ham yengil bo'yalgan ko'zlar tabiiy ko'rinishga ega bo'ladi. Makiyajlar bizni tabiiy ko'rinishlarni yo'qotadi, chunki qoshlarning ingichka bo'yalishi bu tabiiylikning eng asosiy yo'qolishi hisoblanadi. Qalin qoshlar bu tabiiylikning asosiy belgisi hisoblanadi va yuzni qizarib turishi ham bu tabiiylikning ikkinchi asosiy belgisi hisoblanadi va makiyaj bizni aldov bilan o'zimizga ishonchimizni pasaytiradi. Va albatta tabiiy ko'rinish birinchi o'rinda hisoblanadi. Status va ijtimoiy signal. Ko'pchilik makiyaj bu boylik, status belgisi deb hisoblaydi, lekin hozirgi kunda eng sog'lom ovqatlanish, sog'lom teri va sog'lom tana bu eng bebaho boylik hisoblanadi. Shuning uchun tabiiylikning eng asosiy belgilaridan biri bu albatta tabiiy go'zallik hisoblanadi. Tabiiy go'zallik bu kam makiyaj, to'g'ri proporsiyalar va tabiiy qosh bo'yash usullari va albatta kuchli suyak strukturasi hisoblanadi. Bu hammasi ham 100% natija emas. Birinchi navbatda hamma narsaga genetikaga bog'liq bo'ladi. Albatta bizning genetikamizga qarab yuzimizning formasi, terilari va yosharishni saqlab qolish ham genetikaga bog'liq bo'ladi. Eng kerakligi esa tabiiy go'zallik hamma narsani bo'rttirmasdan o'zini tabiiy go'zalligini boricha ko'rsatish va birozgina meykap qilish ham mumkin degan.